Kelib mendan ko'pchilik vazifa so'rayapti hozir. Wird bering, vazifa bering. Biz endi eng sodda qilib va hamma aytgan tahalli, tajalli uchun istig'for, salovat, tahlil aytamiz. Doim hammaga ommatan. Hazrat Naqshbandning odatiy vazifalari bo'lgan. Naqshbandiylar. Ular ko'paytirgan, ular zokirlar uchun. Lekin talab ilmga yetadi, shu 100 ta aytsa yetadi. Qur'onni o'zi ko'taradi insonni. Qalbini poklashiga ham, axloqini sayqallashiga ham, Allohga yaqin qilishiga yetadi. Qur'on o'qing. Hatto masalan tahfizda Qur'on o'qiyotgan odam bo'lmasa-yu, deylik masalan ilmda yurgan odam bo'lsa, unga ham qurbat uchun eng yaxshisi Qur'on. Qur'oni Karimdaqa insonni darajasini Allohning huzurida ko'taradigan biror narsa yo'q. Shuning uchun hadis sharifda keladi, Allohga eng ko'p yaqin qiladigan Allohdan chiqqan narsa deganlar. Ya'ni kalom Allohdan sodir bo'lgan.